Bu kasallik yaqinlaringizda, do'stlaringizda bo'lishini xohlamasangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Ushbu videoda jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiya haqida gaplashamiz. Jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalar asosan fohishalardan yuqadi, ya'ni jinsiy aloqa orqali. Qanday kasalliklar uchrashi mumkin? Yirilli oqma chaqiradigan, ya'ni gonoreya, xlamidiya va hokazo. Eng yomonlari esa spid hamda sifilis kasalliklari. Yirilli oqma chaqiradigan bakteriyalar yuqtirib olgan bo'lsangiz, bunda обязательно urologga ko'rinishingiz shart va majbur. Chunki agarda yirilli oqmani to'xtatmasangiz, sizda bepushtlik, azospermiya hamda struktura uretri, ya'ni CD chiqaruv kanalini torayishi yuzaga kelishi mumkin. Spid hamda sifilis yuqtirilganini qondan 3 oydan so'ng tekshiriladi va bu maxsus tekshiruvda va maxsus joyda davolanadi. Ya'ni Spid Center hamda ko'j venerologik sentrlarda. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifaga obuna bo'lishni unutmang.